Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti'nin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Umayyalıların 10. halifesi sultanı Velid ibn Yazid ibn Abdülmelik ibn Marwan ibn Hakem, yani bu kişininki devrilen tanışıp çıkmış. Hem de hakimiyet Abdülmelik'ninki ballarıdan 4 balısı ötep boğanlığınızı adır Nevri'ge 3. avlatqa öttü de. Bu 125. yıldan Hicriye. Hicriye 126. yıllık. Yani 1 yıl hakimiyet meşik çıkan. Bu Fasih Halife dep namagan. Kunyasi Ebul Abbas 90. yıl tuğulgan. Hem dadısı sekretlik vaxtıda bu küçük boğaçqa bunu halif kılış imkaniyeti bulmagan. Şunun için Yazid ibn Abdülmelik özünün enisi Hişam ibn Abdülmelik'ni halif kılıp veliahtı kıyganda. Ama Velid ne ende? Velid ibn Yazid'in oğlunu Hişam'dan keyin halife bolduğanga veliaht kılıp belgilaganda, hem de ikinci veliahtı kıyganda. Hem de Hişam ölgen vaqtida bu hakimiyetni muşu tapşırıp algan. Bu 125. yılı Rabiul Ahir idi. Bu hakimiyet tapşırıp algan vaqt. Öz haraq çizgan pasık bulup Allah Taala çekilgen bir kısım işlerini bu koltuqatdı deydi. Bu haram işlerini kılatdı. Hatta Kabe'nin ögüsü haraq içme dep qıgıl bağan bu. Şunun için kişiler bununki nayet pasıqlığıdan acayip üç görgen. Bunun qarşı çıkan 126. yılı Cumadil Ahir ayda bu öldürülgen. Bu demde şu öldürümüz dep muhasirlik ağa vaqtida bu şu vaqt şundaq degen. Bizlerning maaşыңlarni ben aşırıp bəmidimmi? Bu devletdeki maliyesini qalayımqan buzup bu haq taqib etken bu aşırıp. Sizlerden bir kısım devlet yığdıgan seliqlarni sizlerden kötürüp etmedimmi? Fakirlaringlarga berip bayqınmidimmi degen. O muhasirlik ağan kişiler şundaq degen. Biz sana özümüzden nefsini dep öç görmeymiz. Lekin sen Allah haram kılgan nersini kıygallıkın için sen öç görmüz. Arak içtin. Hatta dadağınınki dedekleriyle öğlendin. Sen Allah'ınki emrige boysunmay bunun ayette yengil bir mazak kılgandek işlerle meşgul boldun dep cevap bergen. Hem de o öldürülüp 5 kesilgen vaqtida Yazid'nin kaşığı keltirilgen. Bu yeni bir Yazid ha. Yazid ibn Abdülmelik emas, bu şu Abdülmelik'ninki nevirlerden boğan yeni bir Yazid. Şondan bu Yazid bunu neyziga tikligen başını. Onunla inisi hem de Süleyman ibn Yazid qarıgan. Süleyman ma öldürülgen Velid'nin inisi boladı hem de. O qarab başqa. Boldu bunu nere apıranlar degen. Hatta özün inisi mi nefretlengende. Ben guvalık birme o hakikaten harak içetti. Pasık buzuk ede dedi. Hatta bana bu yaman közü boğan bu dedi. Hem de Muafil Ceriri degen adam şundaq dedi. Ben Velid'ninki haberler doğruluk nurgun malumatlarını topladım. Onunki şerleri içinde nadallarca edepsiz kılmışlarını öz içine algan şerler bakın dedi söz ibarelerde. Başka Kur'an'ı inkar kıldıgan, Allah kafir oldugan mundaq oçuq aşkara mezmunlarını öz içine algan şerlerde deydi. Lekin İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu sözge reddiye berip Velid'nin kafir yoki zindiqlik haqidagi sözler to'g'ri emas. Lekin uning araqliq bilan betchivozlik bilan shug'ullanganligi mashhur. Shuning uchun boshqa xalq buning qarshi chiqqan dedi. Masalan, Velid bir qatim Mahdining huzurida Velidning kelib chiqib qoldi. Mahdi Abbasiylarniki xalifasi. Keyingi mezgillarda bo'lgan ish bu. Bir odam u zindiqdi deb Velidni shunday sifatlagan vaqtda Mahdi mundaq dedi: "Yo'q, unda gapini qo'y. Allah'ның xilafati shundoq ulug' xilofatki Allah bunu bir zindiqqa yoki bir zindiqni xalifa qilib qo'ymaydi. Bu cho'ng maqom bu." deb buni Mahdimi inkor qilgan. Bo'lmasa Abbasiylar o'chkirdi Umayyalarni. Shunday bo'lsa-mu, bu odam bu yerda to'g'ri bir bahona bergan. Marwan ibn Abi Hafs shunday deydi: Velid nayt chiroyli qamlashgan odam edi dedi. Qamlashgandim ajoyib qamlashgan bo'lib, hatta mushu she'rni nayt yaxshi yozatdi deb shunday sifatlagan. Abu Zinat degan olimning tasvirlashicha
İmam Zuhri rahmetullahi aleyh Hişamning huzurida shu Velidni nayet ko'p ayiblaydi ekan to'q. Shuning bilan sen buni shu veliahdlikdan tushiraysan oldi deb. Hamda Hisham ibn Abdulmalikning huzurida İmam Zuhri bu cho'ng olim necha kundan biz so'zni qilyapmiz. Xili nopuz va o'lim oldi. Hishamga shunday maslahat berganlar, lekin Hisham unda qudrat yetmagan, imkoniyat bo'lmagan. Agar Zuhri bundan buri o'ylab ketganda, agar Validning zamonigacha yashab qolgan bo'lsa, Zuhrini to'yg'izib etgan bo'ladi, yoki jazolagan bo'ladi deb shunday degan. Zahhak ibn Osmanning deyishicha, Hisham ibn Abdulmalik Validni veliahdlikdan elitib, bolasini veliahd qilman deb tamshalgan vaqtida Valid bundaq bir she'r o'qigan ekan. Bu she'rning umum mazmuni hamda sana in'om qilgan qulga sen kafir bo'lding, shuni ashkurlik qilding. Agar sen uningga bir rahmat aytgan bo'lsang, Rahman Taala sana o'z fazlidan mukofot bergan bo'ladi deb boshlabdi-da. Qarsam sen sil rahmini uzyapsan. Agar sen haqiqiy ochiq keskin bo'lsang, o'zingning qurgan narsangni o'zing buzgan bo'lading, o'zing buzyapsan bu yerda dedim. Sen yana keyingi avlodlarga bir uch adovatni qoldirib qo'yapsan. Voy isit, mush holatda o'lib ketsang, mushu adovatni qoldirib qo'yib o'lib ketsang, sening holingga voy dedi-da. Men ko'rib turibman, bir kuni shu xalqning deydigan birdan bir gapi, voy koshki, sen uni bir she'r o'qib, uni bunda demasang-chu deb qilish mumkin. Ya'ni men shu o'qigan she'rim sana bir vabo nomus olib kelishi mumkin deb bu she'rni o'qigandan keyin endi bu odam sal endi yongan bo'lishi mumkin, valiahda ilib etmaganda. Hammadir Raviya shunday deydi, bir kuni Validning huzurida edim dedi. Buning qishiga ishki munajjim kirdi. Munajjim bu g'aybdan palochidiganlarda ham yulduz qarab. Bu ishki shunday dedi. Sen bizni buyurgan ishlarga qarab chiqdik, sen 7 yil hokimiyatda o'ltirdi ekansan. Degandan Hammad shunday dedi. Men uni bir ozroq olday deb dedi Hammad dedi-da. Maşkis yalga aytdi. Bizga bundaq nurg'un ilmlarni bilimiz, yulduz ilmlarini bilimiz, jiqishlarni bilimiz. Biz bunun qarab chiqdik. Sen u 7 yil emas, 40 yil podsho bo'ldi ekansan desek, biroz turib ketib, yo'q. Bu ishkisan degan gapimmi mening ko'nglimni sundira olmaydi. Sening degan gapingmi meni uchirib, ko'tarib etmaydi. Ishkilarning gapiga men bek hayajonlanib ketmayman. Azbiroy Xudo men mengu yaşaydigandek mal toplab, mal dunyoni toplab, o'lib ketganda haq berib taqdim etaman deb shunday degan dedi. Lekin bu sexiliqqa yuqori ekanda bu jihatda. Mal dunyoda tadbirsiz hajlaydi ekanda yana biri. Hamda İmam Ahmedning Musnad Ahmed nomli kitobda bir hadis bayon qilingan. Bu ummatda Valid ismli bir paydo bo'ldi. O bu ummatga, ya'ni musulmonlarga zulm qilishda Piramidimni ig'ir zulm soladi deb bunda hadisim kelgan dedi. İbn Fazlullah o'zining Masalik nomli kitobida Valid ibn Yazid bo'lsa, buni mutaassib o'ziga bir chong turib olgan bir zolim. Buningdan boshqa laqami yo'q buniki desak. Buningdan boshqa yo'li yo'q mangan. Bu hidoyat topmagan. Ay shu o'tmishdagi davrning piravini. Bununki devri nurgun eyip nuqsanlarga to'lgan bir davrdir. Qiyomat kuni o'z qavmiga keladi dedi. Ya'ni o'zining yoralarini, ularni davzaqqa elib keladi. Ularga or nomusini elib keladi. Buning ma'g'an, buning kelgan bu oqibati yo'li nimizga xatarlik, nimizga qabih dedi. Shu qo'rqinchli maydonda, ya'ni qiyomatdagi buningki bu tutib mangan yo'li nimaga xatarlik dedi. Qur'onlarga o'q atgan, gunohdan qo'rqmay fosiqlik qilgan deb bu adam naytini qofilik bu shu bayonni berganimda. İmam Suvli Said ibn Salim de rivoyat qilgan bir mazmunda bundaq deydi. İbn Miyada Valid ibn Yazidning tuvandagi she'rini deklamasiya qilgan dedi. Qurayshlarning ichida eng martabaning ustun yuqori odamlar sizlar.
Muhammed ailesinden başka, Beni Mirvan ailesinden başka esil adamlısılar dep bu şiirini okugan. Şuningla Velid sen bizga Muhammedning ailesi deb Muhammedni bizdimi kat qo'yapsan degan hatta buning e'tiroz bildirgan. Şuningla İbn Mayad shundoq deydi. Uningdan boshqa durust ish yo'q bu yerda deb. Hatta Rasulullohga o'zining shu oilasini, jamiyatining faxrlik tarafini shu Rasululloh oilasidan ustun qo'yapti da bu yerda. İbn Mayada mana shu Velid haqida uzun qasidadan tövendeki şiirini degan adam shu. Men haqiqiy rost gap deyishni o'yladim. Bir adovat bo'lsa men boshqalar men o'ch ko'rishim shu gapni deydi bu shoir. Velid ibn Yazid bo'lsa buning zimmasi xilofatning mas'uliyati bilan nihoyat ig'ir darajada to'shib ketibdi. Yani muboraklanib ketib degan gap, yani bu yerda bir xil so'z o'ynatyapti bu odam. Yani to'shib ketibdi. De buniki nihoyatda mushayatda, mush xilofat jihatda sapasiz bu mansabga yaramaydigan odam ekanligini mushar orqali ishora berayotgan bo'lsa kerak. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.